navbatdagi masalamiz. Xo'sh, navbatdagi masalamiz vertikal harakatga taalluqli masala. Vertikal pastga harakat qilayotgan jism tezligi qancha vaqtda 10 metr taqsim sekunddan 55 metr taqsim sekundgacha oshadi. Bu tushish vaqtini aniqlash formulasiga tushadi. Demak, bu yerda biz formulaga qaraymiz. Ya'ni tushish vaqti t barobar v minus v0 taqsim j. Bu yerdan oxirgi tezligimiz 55, boshlang'ich tezligimiz 10. Bo'lamiz erkin tush tezlanishi j ga. Javob 45 taqsim 10. Xo'sh, bu yerdan tenglik t barobar 4,5 sekund. Ana shunaqa gaplar.